Shabada ohista esar, kichik boshdak sonatda bugun ham hammasi yangicha ko'rinadi. Xatlar uyumi tayyor turar, yuragim ham yengil bir, lekin ba'zi konvertlarga qarab nimadir g'alati tuyuldi. Bittasini sekin ochdim, sinchiklab ko'z yugurtirdim. Ichida hech narsa yo'q, butunlay bo'sh, isiz edi. Yana boshqasini ochdim, yo ism, yo hikoya, hech narsa. Kim yuborgandir bu xatlarni, hech bir belgi topilmasa. Shtolda yana bir nechta turardi, hammasi oppoq, esiz. Mening boshimda esa savol tugildi: nima bo'ldi o'zi? Oxiri nima bo'lar? Ichimda kichik shubha uyg'ondi, biror joyda nimadir yetishmayapti, dedim o'zimga asta. Qum ustida ko'k siyohdan tomchilarni payqadim. Kimdir menga iz qoldirganday, kuzat deb chaqirganday, men izni sekin ergashdim. Shamol ham yo'l ko'rsatganday, yumshoq to'lqinlar sho'ralaydi, mayda toshlar qator-qator otar. Siyohning yo'li meni yetakladi va shu yo'l oxiri dengiz bo'yidagi kichik orga eltib qo'ydi. Ichkarida bir kichkina do'st, tanasi siyohga bo'yalgan, qumga chiganoq baliq chizar, o'z olamiga shon egan. Men kulib aytdim: yuring birga tuzatamiz bu holni. U bosh irg'ab jilmaydi: ha, albatta birga hal qilamiz. Biz bilardikki, xatlar yana to'ldirilishi kerak, do'stlik, meh va chiroyli so'zlar bilan. Pochtaxonaga qaytib barcha xatlarni boshidan yozdik. U chiroyli harflar yozdi, men unga e'tibor bilan yordam berdim. Har bir sahifaga kichik rasm, chig'anoq baliq ko'ngilga tashkin, har bir chizig'i tabassum olib kirar edi. Biz ishlarkan to'lqinlarning ohangiga jor bo'lib xirgoy qildik. Do'stlik va hamkorlik bizning kunimizni yanada yorqin qildi. Yanada yorqin qildi. Ertalab oltin nurlar sochgan paytda men xatlarni yetkazdim. Hayvonlar